shogirdim Munojot Qayyumova sizlarga o'zining g'oliblik sirlarini bo'lishadi. Birinchi bo'lib har bir ayolni turmushdan ajrab kelgandan keyin farzandi bilan bo'lsa, har bir menday ayol bo'lsa, hammani orzusi o'zini alohida uyi bo'lishi. Shunaqa orzuyim bo'lgan. Keyin Rossiyaga ishlagani ketdim. Mana yillar o'tdi-da ishladim, pul topdim, lekin baraka topmadim. Lekin hech ham orzuyimga erisha olmadim. Qo'limda pulim bo'lib turib ham uy ola olmadim. Katta muddatda keyin sotik uchastka sotib olib, 3 xonali uyga beton quyib, devorini urdik-ku, lekin oyligimni jo'nataverar edim, hech meni uyim bitmasdi. O'ylashni boshladim, nahot meni umrim shunday o'tib ketadi. Baribir otamning uyiga kelaman, baribir o'zingiz alohida, o'zingiz oppoq pastelingiz bo'lsa, hammomingiz bo'lsa, bir umr orzuyim bo'ldi hammomim bilan kir mashinam bo'lish. Nahot shunday o'tib ketaman. Yoshligim o'tib ketibdi, bolaligim o'tib ketibdi. Xudojonim, qayerda gunoh qilyapman, qayerda adashyapman, menga yo'l ko'rsat. Axir men musulmonman-ku, sen meni sevishing kerak. Nimaga endi men hadeb chet ellarga borib birovlarni unitazini yuvib, birovlarni oyog'ini tagini musurini tozalayman. Mana 43 ga kirib qolibman. Oshqozon og'riqlari bo'ldi. Jensik tomondan mioma oltirdim. Asablarim joyida bo'lmadi. Mastopatiya bilan og'ridim. Oxiri endi shu bilan o'tib ketib, bir narsa qilib, shu uyimda ham 3 xona uyda chala-chulpa qilib bitirar ekanman-da. Keyin bir kelin olsam, shu kelinni qo'liga qarab qolib, o'lib ketaveramanmi degan juda ham ko'p menda xafachiliklar bo'ldi. 2023-yil aniq esimda bor. Kimdandir shu sizni affirmatsiyangiz menga kelib tushib qoldi. Qandaydir menga yoqdi, yuragim jiz etdi. Undan keyin setivoy marketingga bitta bada oldim. O'zimni sog'lig'im uchun olib ichishni boshladimki, meni shu davay ishlaylik, liderlik qobiliyatingiz bor ekan, ko'rinishingiz chiroyli ekan deyishdi. Shunda hech kimni tanimasam, qaytdim men gulgut sotishni ham bilmayman an'anaviy hayotda. Men birovni tanimayman, odamlar yaxshi emas, odamlar pul bermaydi. Ana setivoy marketingda shunaqa ishim yurishni boshladi. Endi bu narsani nima yillar orttirilgan taqdir azoblari, ajdodiy bloklar, pul bloklari, yo'qchilik, pul bo'lib turib yetkiza olmaslik yoki o'zim yaxshi ko'rib kiymoqchi bo'lgan ko'ylagim doim ramkaga tushib qolaveradi. Masalan, yaxshi duxiyni sevsam, shuni ola olmasdan yana pastroq shunaqa bo'laverganda, sizlarga kim tashlab qo'yganligini o'sha affirmatsiyani kanallarga ulandim. Boshlanishida oson bo'lmadi, raskopkalar, qancha bloklar yechish. Shunday bo'lib turib, keyin sezsam, juda menda o'zgarishlar bo'lyapti, kartamga pul tushyapti. O'g'limning ishlari yurishib menga 4 million, 5 million уже oyligimda olyapman deb tashashni boshladi. O'zidan o'zi komandam kattarib ketib, undan ham pullar kelishni boshladi. $500, $600, hamda 10 million yuradigan bo'ldi. Bariga uyim, hovli uyim bitmagani uchun bildimki, menga tinch xona kerak ekan. Ke dedim, bironta ijaraga uy olay dedim. Nima? $100 ijaraga qo'yishyapti. Birinchi qo'rquv bor edi menda. Har 15-da $100 topolmasam nima qilaman? Xo'p, qonimda ota-onamkida baribir qo'rquv bor edi-da. Ota-onamkida bir non bilan qonim to'yadi, lekin $100 bu ijara kelib qolaveradi-yu. Dedim-da, keyin kursga kirdim. O'zidan o'zi har 15-da $100 kelyapti. Aytyapman, Xudo xolasa mana shu uylar o'zimga buyurib nasib qiladi. Endi 20-30 ming dollar qaytdi-yu. Endi men boshlayapman, navichotman hali. Allohga oson, Allohda chegara yo'q, koinotda chegara yo'q. So'rang, sizdan qayerdan qanaqa keladi, uni sizga nimasi yo'q, davay so'raylaringiz, bizga yozdirasiz, o'qitasiz, tahlilda bitta har bitta nimamizni so'raysiz, chiqamiz. O'zi aksariyat ayollar hammamizga o'z bitta fikr bo'ladi. Ustoz, meni gaplarimga siz ishonasiz? 6 oy ham 7 oymikin turdim. Shu uyda egasi o'zi shahardan uy olmoqchi bo'ldi-da, keyin bo'lib berishga sizga berdim dedi. O'zidan o'zi men o'g'limning ishlari ham yurishib ketdi. Bu uyda o'sha o'zim orzu qilgan kir mashinasini oldim. Bir akam o'ziga Gentra oldi, menga oq Nexia 3 olib berdi. Birinchi meni topganim hamma shogirdlaringiz qatori menda qalb xotirjamligi boshlandi. Mana o'zim chiqib, bloklarimni yechib chiqib, hozir mana to'g'ri yo'limga tushib oldim. Ana oshqozonim, Allohga behisob shukr aytaman. 3 yildan beri oshqozon og'riq nimaligini bilmayman. Mastopatiya yo'q. Miomamni даже tekshirtirdik, ishonmasdan so'rilgan. Men hatto gripp bo'lmayman hozirgi kunda. Shunaqa angladim. Estikina meni shuncha umrlarim o'tib ketgan ekan. Nimaga Taliya G'alabani ertaroq ko'rmadim deyman. Hozir hovliyman. Почти bitta, Xudo xolasa duo qilib tursangiz, keyingi yilga kelin olaman. Azizlar, botqoqda yashash ham, muammolar girdobida yashash ham bu sizning tanlovingiz. Yaxshi hayotni tanlash ham, o'zingiz uchun g'olib bo'lish ham bu sizning tanlovingiz, azizlarim.